Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi videomizda sizlarga sitrus ko'chatlarni tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak, shu to'g'risidagi ma'lumotlarni aytib o'taman. Ko'pchilik mana obunachilarimiz so'raydi, hozirgi paytda bozorlarda, boshqa joylarda mana ko'chatlarimiz ko'payib ketdi. Ularda tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak deb so'rashadi. Shunga bugun videoda batafsil ma'lumotini berib o'taman. Sitrus ko'chatlarimizni asosiy tanlashda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlari bu o'sha ko'chatni birinchi o'rinda navi. U masalan limon ko'chati bo'ladigan bo'lsa, uni navi qanday, apelsin mandarin ko'chatlari bo'ladigan bo'lsa, bular qanday sortidan ulangan, qanday navdan ulangan, shularga e'tibor berishimiz kerak. Ko'chatlarni tanlashda asosan hozir juda ko'pchilik ko'chatlar olishda aldanib qoladi, chunki aytilgan nav chiqmaydi, keyin ularda qurib qolish holatlari juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun ko'chatlarni olishda juda e'tiborli bo'lish kerak. Sitrus ko'chatlarida sizlarga mana ko'rsatib o'tishim mumkin. Mana paqirchadagi ko'chatlarimiz mana. Shu ko'chatimiz mana sentyabr oyida mana tugaga kelgan hozir. Tugaga olganmiz. Bu ko'chatimizni yana e'tibor berishimiz muhim jihati bu hayvon tagi nimadan ulangan joyi, nima daraxtga ulangan, shunga e'tibor berishimiz kerak. Undan tashqari ko'chatimiz o'sishi, masalan ulangan joyda ham ba'zi ko'chatlarda yorilgan bo'lishi mumkin yoki ajrab qolgan bo'lishi mumkin. Shu joylariga ham e'tibor berishimiz kerak ko'chatni olishimizda. Bu kunkuvat ko'chatimiz mana o'sha mevalari ham bor hozir ustida. Keyingi e'tibor beradigan jihatimiz bu shu ko'chatni olayotgan odamingizdan ko'chatlarga bo'lgan o'zini ishonchligi, qanday holatda yetishtirgan, sotuvchini o'ziga ham e'tibor berishingiz kerak. Masalan, sitruslar bilan qancha yildan beri shug'ullanadi, bu sohada yangimi, o'zini tajribalarida o'zida meva qilib turgan daraxtlari bormi. Hozirgi paytda juda ko'pchilik o'zini ko'chat bilan shug'ullanmaydi. Tayyor ko'chatni olib sotayotganlar ham juda ko'p. Shuning uchun bu ko'chatlarning garantiyasini egasidan o'zidan so'rab, maslahat qilib olishni tavsiya qilamiz. Keyingi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati bu ko'chatimizning naviga va uni yoshiga e'tibor berishimiz kerak. Har bitta ko'chatda o'zini yoshi bor. U yoshiga e'tibor berganimizdan keyin ularda navi qanday nav, agar uni mevasi katta bo'lganda achchiq bo'lib qolishi ham mumkin. Masalan, medovkani ba'zi navlari bor, mevasi achchiq bo'lib qoladi. Medovka mandarin o'zi. Xuddi shunga o'xshab e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri uni navi hisoblanadi. Ko'p sitrus ko'chatlarimizda, masalan mana shu ko'chatlarimizda ham mana mevasi yo'q hozirgi paytda. Meva qanaqa qilishini biz bilmaymiz hozir. Shuni hisobiga agar iloji bo'lsa, tayyor meva qilib turgan, mana shunga o'xshagan mana mevasi bilan bo'lgan ko'chatlarni olsalaring ham yana ham ishonchli bo'ladi mana. Mevalari aniq mana, bir yilga o'zi mana mevasini o'zib yesa bo'laveradi bemalol. Kunkuvat ko'chati bu. Mevasini ustida yo'qligi uchun biz ko'chatni turini, mevasini bilmaymizda, shuni hisobiga shu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati bu ko'chatlarimizni ekayotganimizda uni ildiziga e'tibor berishimiz kerak. Ildizlari masalan o'zini bu sitruslarimizda juda ham nozik bo'ladi. Ildizlari yaxshi bo'lishi kerak. Agar chirigan bo'lishi mumkin, masalan ba'zi suv ko'p ochilgan bo'lsa, chirigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu ko'chatimizda balki keyinchalik bilindirishi mumkin. Ko'chatimiz tagi nimaga ulangan, qanday daraxtga ulangan va bu joydagi mana ulangan joylari qanaqangi holatda. Ba'zi ko'chatlarimizda shamolda yoki ekish jarayonida shu joyga zarar yetgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga ko'chatda keyin shu joydan ajrab ketish ehtimoli ham bor. Shuni hisobga olishimiz kerak. Asosan shu tagidagi, payvand tagiga va tevasidagi ulangan joyga e'tibor berishimiz kerak. Keyingi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati bu ko'chatlarning tanasi va uni shoxlari. U joylarda har xil kasalliklar bo'lmasi kerak. Sog'lomligiga o'zimiz ishonch hosil qilishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaring, mana bu apelsin daraxti. Agar siz ham ishonchli ko'chatlar olib, qarovlardan to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunga o'xshagan mana apelsinlarni o'zingiz uyingizda, xonadoningizda bemalol yetishtirishingiz mumkin. Bunimiz mana mandarinimiz, 5 yillik mandarinimiz bu. 5 yil bo'ldi kelganiga. Mevalari ham juda hozir mana juda ko'p solgan. Pokistondan olgan mandarin, mana mevalarini ham ko'rishlaring mumkin.
Qana narxidan uzib ko'rsatamiz mana. Hozirgi paytda mana rosa pishib yetildi. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozishlar mumkin. Hammasiga javob beramiz. Mandarinlarimizni mana ko'rsatib qo'ying. Taylarida ham mandarinlari juda ko'p mana. Mana